Ushbu loyihamiz Agrobank Ulug'nor filiali hamkorligida Ulug'nor tumanida joylashgan Nurobod mahallasidagi 204-kontur tanlab olingan. Konturimizning umumiy yer maydoni 10 gektar, bo'yiga 320 metr, eniga ham 320 metrdan iborat. Bu yerga pomidor ekiladi. Hozirgi kunda pomidorlarimiz gullab mevalash jarayonida. Bu ko'chatlarimizni parvarish qilish davri 60-70 kundan iborat. Ko'chatlarimiz issiqxona usulida parvarish qilinadi. Xo'p, parvarish davrida bularga mineral mahalliy o'g'itlar beriladi hamda suv beriladi. Bu loyihaga 41 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jaliklariga 26-27 sotikdan yer to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida oqtom ishlab chiqarish korporatsiyasi biriktirilgan. Bu loyiha orqali gektardan 88 tonnadan mahsulot olish rejalashtirilgan. Shunda umumiy tonnamiz 900-880 tonnadan iborat bo'ladi. Kelgusidagi maqsadimiz dehqon xo'jaliklar yerlarini kengaytirib, bularning daromadini oshirish maqsadidamiz.